iPad. Shunga men hozir qaytmoqchiman. Faqat qaranglar, uslovim bor. Polnustiga qaytmayman, polnusti o'ynamayman. Просто men TikTokda, mana Instagramda qayerga kirmasam, baribir meni ham rekomendatsiyamdan chiqadi. Bir ikkita dalboyoblar, ano hype qilib yuradi, TDMda sikkanman. Unday qilsam, bunday qilaraman, sochini kalga olib tashlayman, unday qilaman, sikdim qarochi, kutimga siktirdim, sochim kal mani, sochim kalamas mani. Men shunaqa bolalarga просто men bitta narsani tushuntirmoqchiman. Unaqa qilib o'tirish shart emas. Baribir jalab bitta normal negrop kelib o'ynasa, hammasini og'ziga berib yuboradi. Shuning uchun telefondan emas, iPaddan o'ynayman. Mana men shu bir oyda ichida kim mana normal TDMR qaysi biri bo'lsa, hammasini og'ziga bitta berib kim zo'rligini, to'shdim hamdaqa jallab sochingni kal qilaman, kutimga siktiraman, o'zim osvaraman, onamni sikib qo'yaman degan hype'lar qilmasligi uchun ko'rsatmoqchiman. O TDM unaqa narsa emas. U jallab bilmadim, yosh bolalar chiqib hozir yo'q joydan bir YouTubedan bittasi puf paydo bo'lib qoladi yoki Instagramda puf paydo bo'lib qoladi. Bam naxoy kimdirga vizib tashlaydi, unday qilaman, sochingni kal qilib tashlayman. Yo'q, unaqa emas. PUBG'ga qaytdim 1 oyga yoki 2 oyga. Qarorchi, men shu qaysi bir agar xuyet qiladiganlarni og'ziga bermagunimcha qaytdim. Tak что kutib qolinglar, og'ziga beraman. Любойni. Chunki men telefondan qaytganim yo'q. Telefondan qaytsam ham hozir silishim ko'p vaqt ketadi. O'rganishimga men katta kompyuterda o'ynab, hozir telefonga qaytib o'ynaydigan bo'lsam qiynalaman. Shuning uchun men iPad olganman mana bunaqa. Oslar ko'rsaman. Mana bunaqa jalab. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Ona endi sizga kallamdan katta iPad. Mana shunaqa iPad. Orqasida mana go. Nima? Mana quyita narsalari bor. Ha. Mana shunaqa iPad olganman. 120 FPS mi nechi? 120 Grinch? Na, 120. O'ziga beraman любой. Ishonaversin. Xohlasa ishonsa, xohlasa ishonmasin. O'ziga beramiz, ketamiz. Men kimdirga iminoy aytganim yo'q bu narsani. Seni sikaman, seni sikmayman deb. O'zlaring ko'rasizlar. Hammasi mojit boshqa nekdan kirib o'ynarman. Mojit o'zim asnomdan kirib o'ynarman. Lekin oxirida hammasini bitta video qilib, chiroyli qilib, upakovka qilib, jallab, o'sha qayerda hype qilgan bo'lsa, o'sha yerga qo'yaman-da, asta yana PUBG'da TDMdan ketaman. Gap o'zigasini topadi. Gap o'zigasini topadi. Chunki u jallab hech kim bir откровенный bir yo'q narsalar qilishadi. Odamlarni просто o'ngini zag'irlab qo'ygan. Akalar sizlar agar 15 mingta like qilib bersalaring, men shu bolani boramanda sochini kal qilib tashlayman. 50 mingta like qilsalaring dedi, kimnidir yoniga borib o'ziga berib kelaman. Unaqa emas, u jallab bo'lmaydigan narsa u. Agar odam o'ynashni bilsa, shunday gratis sikib tashlaydi. Men, например, hozir agar 2 kun o'ynasam, javob beraman, o'sha hype qiladigan bolachalarni любойni sikib qo'yaman. Dedimda. 2 kun emas, даже hozir sikib qo'ysam kerak. Nu ularni gapirib o'tirish menga emas. Chunki ular jallab PUBG'ni, biram PUBG'ni jallab bulg'aydigan bolalar. Просто kutiga tiqoradi. Men bitta narsani aytaman. Mana biz men, например, Timur bo'lgan vaqtda yoki Umar degan bola bor. Biz, например, jalab o'ynab yurgan vaqtimiz O'zbekiston protiv Ukraina, O'zbekiston protiv Rossiya, esengi davlatlar bilan TDM'li o'ynardik, boshqa narsalar qilardik, jalab O'zbekistondagi PUBG'ning rivojlanishini ko'rsatmoqchi bo'lardik. Mana endi biz maqtanmaymiz, no bizning orqamizdan PUBG bizni ko'rdi. PUBG O'zbekistonga kirdi. Uztelecom bilan hamkorlik qilib 20 ping qildi. Men u narsani gapirmayman, iminni men qildim deb. Shuncha odam qilgan u narsani. PUBG 20 ping qo'shilgan. Mana 2-3 ta turnir qildi, katta turnirlar. No jallab hozir bir normal odam ko'rganim yo'q. Borib, davay Ukrainada kim zo'r? Davay o'ynab ko'raylik, qayta bir show match qilaylik, o'ynaylik, bunday ko'raylik, kim kuchli ekan, odamlarga ham qiziq bo'ladi. Yo'q, jallab ketdi. Ondan endi agar hozir 50 mingta like yig'sak, ana bolani sochini jallab drillab tashlayman, kallasiga naxoy perforator bilan naxoy tigi ochamiz kallasidan, sochini kal qilamiz. Bitta jallab gapirgim kelmaydi, no mayli, biroz gapiray. Bitta bola bor-da, bitta bolacha bor jallab. Tuplug'ichi spermamdan paydo bo'lgan bolacha sochini oldirgani qo'rqadi. Nimaga? Sochini oldirsa uni hech kim tanimaydi, rekomendatsiyaga chiqmaydi jallab. Sochchasi bor, 4 tagina. Aslonboy, bir kun videosini ko'rib qopman bo'ladi, bir kun videosini ko'rib qopman. Qarochi videosida bunday qilyapti, qaranglar. Men sizlarga hozir tursam ko'rinmaydi, qaranglar. Ana o'zini tutishlari jallab
Bola tashi qimillashimgacha kapirovat qo'ygan, qimillashimgacha kapirovat qo'ygan. Suka odamlarning miyasi ishlamaydimi? Tushunib bo'lmaydi. Yarimta bolacha sochini oldirgani qo'rqadi. Sochini oldirsa, uydagilar u bolaga qaramaydi, ko'chada qizlar qaramaydi, Instagramda videosini hech kim ko'rmaydi. Shuning uchun po'xo'y naqo'y. Mana shunaqa nik qo'yamizda, po'xo'y Aslanboyga ko'z tiqib yuraveraman. Menga voshib poyibbayt naqo'y. Hayolida Aslanboy. Yana bir kun video Aslanboy kuchlim, Teo Timur uyushtirilgan video. Aslanboy kuchlim, Teo Timur kuchlim. Конечно, Teo Timur kuchli deb debdi qiz. Aslanboy chiqsa, Aslanboy deyu, jallab qanaqa. Ular agar mana shu qizlar mana hayotda tasavvur qilinglar, mana hayotda men ketibman, mana yurib ketibman, o'sha qiz menga yonimdan kelyapti. Endi ko'z-ko'zga tushib qoldik, o'sha qiz meni ko'rib qoldi. O'sha o'yla, dedi shunda yerga yotib qoloq Aslanboy bilan og'ziga olib tashladi. Lekin Instagramda ko'tarilish uchun, hayp ishlash uchun o'g'lagan gapini gapiradi. Gap o'z egalarini topdi degan umiddaman. Men mana sizlarga aytdim, men shu kelajak 1-2 oylik maqsadni YouTube'imni 1 million qilaman. Men shunchalar o'zicha kimdir, nimadir haypla qiladigan bolalar jala bir buqlar, o'zbini ko'tiga sikib yuradigan bolalarga 2-3 ta narsani takazat qilaman, ketaman.